Yomg'irli ob-havo bo'lishiga qaramasdan, logistlar uchun forklift haqida qiziqarli ma'lumot. Forklift biz dispetcherlar o'ylaganimizdan ko'ra ancha murakkabroq qurilmalarga ega ekan. Yoz kunlari uchun albatta ventilyatori ham mavjud. Keling endi ichkaridan ko'ramiz. Eng avvalo ichki kabina bilan tanishamiz. Bu yerda albatta bir qancha qurilmalari bor ekan. Zavodit qilish uchun kalitni burab, knopkani solamiz. Ushbu ikkita buragich oldinga orqaga haydash uchun ekan. Bu qurilma esa forkliftni pastga, tepaga tushirish uchun. Orqaga tortsangiz forklift yuqoriga ko'tariladi. Oldinga itarsangiz forklift pastga tushiriladi. Ko'rib turganingizdek. Va yon tarafga chapga tortsangiz orqaga, o'ngga itarsangiz oldinga siljir ekan. Va qolaversa bundan tashqari forkliftni yuqori chap, yuqori o'ng tarafga ko'tarish mumkin ekan. Zavoditni o'chirish uchun kalitni burab, mana bu knopkani tortsak agar keyin mashin o'char ekan. Mahalliy til bilan aytganda avtokar oldingi yuklar og'irlik qilib bir tomonlama yiqilib qolmasligi uchun orqa taraf balansni to'g'rilash uchun og'ir metal bilan yasalgan. Ma'lumot uchun ushbu avtokar to 5000 tonnagacha yukni bemalol ko'taradi. Ushbu avtokar haqidagi ma'lumotlarimiz qiziqarli bo'lsa, albatta like va podpisatsiya qilishni unutmang.